Qadrli do'stlar, assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida Bag'dod tumaniga keldik. Xudo xolisa inshaalloh shu yerda 47 ta Akmal akam 47 ta limonni bizga shu buyurtma bergan edi kesishdi. Mana hozir kesib chiqdik. Menga eng bugungi hozirgacha nechta odamni kesgan bo'lsak, menga yoqqan bitta nima, mana teplitsalarda qilinishlari ham juda zo'r. Devorlarni qaranglar, devorlarni oqlab, shuvab, hattoki yonboshlaridan havo aylanadigan teshiklar qilgan ekan. Ana, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, shu yerda shunaqa juda ham zo'r qilingan ekan. Shuni sizlarga bir ko'rsatib qo'yay dedim. Akmal aka, biz ishlardan xursandmisiz? Xursandman. Alloh rozi bo'lsin. Endi ozgina bunaqa narsalarni ko'rsatmay ko'raman, bular ovorasi baribir endi. Ozgina kladovka bo'lib turgan. Ha. Ancha-muncha narsalar shu o'rnida garchuk, marchuk, tuval nimalar, shlanka shularni ovorsak, xudo xolisa inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Do'stlarim, aloqadamiz inshaalloh.